Ha, kelin, tinchlikmi? Nima yig'layapsiz? O'g'lingiz, Nima qildi o'g'limga? o'g'lingiz Ha, gapirsangizchi. O'zbekiston bo'ylab sayohatga velosipedda chiqib ketdilar. Mushashvoy. Ye, yo'llar bo'lsin, yo'l bo'lsin. Assalomu alaykum. Sarchiman Soljaxsin. Yo'l bo'lsin. Butun O'zbekiston bo'ylab sayohatga chiqdim aka. Yo'lda qiyinchiliklar bo'lmayaptimi? Suvsizlik, ochlikda aytmasa hammasi yaxshi aka. Ismingiz nima edi? Sunnat. Sunnatbek. Bitta duo qilib qo'yasiz. Kerak emas aka. Bitta duo qilib qo'ying. Ilohi amin. Pulingiz ko'paysin aka. Amin, Allohu. Rahmat. Menga qarang, oq yot. Rahmat aka. Rahmat. Aka, to'xta. Assalomu alaykum. Sarchiman aka Soljaxsin. Yo'l bo'lsin. O'zbekiston bo'ylab sayohatga chiqdim aka. Barakalla. Sendaqalarga rosa havas qilaman. O'zim men ham chiqishim kerak. Kerak emas aka. Rahmat, mana uni olib qo'y. Duo qilib qo'yasan. Rahmat aka, rahmat. Ilohim bolalaringizga bosh bo'ling akajon. Amin. Rahmat. Yaxshi aytib Allohing bersin. Молодец. Mushashvoy. Hay ketyapsan. Bola chaqangni enay boqadimi? Dada, bir oy sabr qilib tursiz, bir oy O'zbekistonni aylansam, hamma to'xtatib rahmi kelib pul beryapti. Bir oydan keyin yangi mashina olamiz dada. O'lib ketaman. Bunaqa turishlik qilgandan ko'ra o'lib keta. Menga qara, rosa sayohatga chiqqing kelsa, Haylakan Jo'rayev taniysanmi? Ha, taniyman. Sirdaryo viloyatida tur firmasi bor. 12 ta viloyat bo'ylab. Yo'g'i? Xorazm, Samarqand, Xivalarga eng so'nggi rusumdagi avtobuslarda borasan. Qishda issiqqina, yozda salqingina ketasan. 50 o'rindiq. Undan tashqari Zominda eng zamonaviy dachalari ham bor. Haylakanga aytamiz, oilaviy mazza qilib, halol pulingga dam olib kelsa yaxshi emasmi? Roziman dada. Mana velikda ketgan umringga kitob o'qiysan. Ha, shashvar. Roziman. Bo'ldi, velikda qo'y, ketdik. Yasha o'g'lim, yasha. Ha, kelin, yana nima bo'ldi? Dadajon, o'g'lingiz yana ketib qoldilar. Sultomat, bu bola odam bo'lmadi-da. Yur, tezroq yur. Men seni bunchalik firibgar bo'lib ketasan deb o'ylamagandim. Yana duo qilib, pul olganiga o'ylaymi? Shunaqangi yomon niyatda yo'lga chiqqanlar, undan ko'ra kitob o'qinglar, halol yo'l bilan bola chaqani boqinglar. Xullas uyda jim o'tiringlar. Dada!